Qarang, sen hech qachon uddalay olmaysan degan insonlarga hech qachon ishonmang. Sababi ular uddalay olmagani uchungina senga uddalay olmaysan deyshadi. Men hozir Turkiyadaman va bu yerda turib shu narsani tushundim. Menga ko'p aytishdi. Bu ikkita qizni qutqara olmaysan, bu ikkita qizni hayotini saqlab qola olmaysan deyshdi. Yo'q. Biz to'xtamadik. Uddalaysiz. Biz bir qizni saqlab qoldik Allohning izni bilan. Ikkinchi qizni operatsiyasi tez orada bo'ladi. Biz uddaladik-ku. Siz nega uddala olmaysiz? Siz ham albatta uddalaysiz. Faqat harakat qiling. Hatto mana shunday qiyin holatda qolsangiz ham to'xtamang. Sababi Alloh qiyin vaziyatlarda albatta sizga yo'l ko'rsatadi. Bu videoni o'sha yaxshi ko'rgan, qiyin vaziyatda qolgan do'stingizga yuboring. Do'stim, hech qachon to'xtama. Eng zo'ri, eng yaxshisi, eng boyi sen bo'lasan va biz bo'lamiz. Birga bo'lamiz deb qo'ying.